Xudo xolasa 5 yildan keyin men sizlarda o'rninglarda o'tiraman, sizlar yoninglarda. Inshaalloh. Nadira men uchun nima? Bu O'zbekistonda e-commerce internet magazinlari birlashgani va ustida qurilgan. Bu biznes model o'sha boshqa davlatlarda start bo'lib, bu juda ham katta yutuqlarga erishgan. 18 million dollar bir haftada topgan. U 1,5 milliardlik mamlakatda-da. Bizga hozir 100 ming dollar kerak bo'lyapti, 10% o'lishga. Lekin 18 yoshingizga bo'lishingizga qaramasdan harakatingiz bor. Menga yoqdi. Disrupt qilishga olib kelmoqchisizda, ya'ni bizning strategiya. Buni narxi juda baland. Hayoti davomida zo'r tajriba bo'ladi-yu, lekin sal qiyin yo'nalish tanlabsiz. Oson kattasiga yo'sin deylik. Yanada yaxshiroq yo'l bilan kirishga shu komandangizni olib kelsangiz yo'lini aytaman. Sizga hozir juda katta mentorni olish imkoniyati paydo bo'ldi. Mening planim bir edi. Jahongir aka meni bu planimni 10 qilishni o'rgatdilar. Startaperlardan 3 daqiqalik pitch ko'ramiz va bu pitchdan keyin hurmatli investorlarimiz bu loyihaga investitsiya kiritadimi yoki yo'q? Shu narsani aniqlab olamiz va hozir mana shu startup arenaga birinchi startaperni taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Men ismim Sultonbek. Yoshim 18 da, Surxondaryo viloyatidanman. Hozir Team universitet talabasiman, birinchi kursman. Men juda ham IT sohasiga va startaplarga qiziqaman. Startaplarga IT ga qiziqishimga sabab bo'lgan birinchi narsa bu o'zimda biznes boshlaganim 16 yoshimda. Yoshligidan o'zi juda ham maqtanib, qiziqib, men unaqa odam bo'laman, xudo xolasa, shunchaki oddiy odam bo'lib yurishni xohlamayman deb juda ham ko'p gapirgan yoshligidan. Nimadir harakat qilib boshlasa, o'shanga erishmasdan qo'ymaydi. O'zi xarakteri yoshligidan shunaqa. Men o'zimni savdo qilib boshlaganman, yil oldin 16 yoshimda. Nimaga o'zimni savdo qilib boshlaganman? Chunki menga biznes sohasi qiziq bo'lgan va men shunaqa onlayn orqali sotuvlar. Men o'zimni boshlatganimda birinchi pullarni onam o'zining oyligidan olib, menga ishonib pul berganlar. Men shu o'zimni boshla deganda, senga ishonaman deb, keyin miqdorda mahsulot zakaz qilib o'zimga qo'ygan va muvaffaqiyatli savdo qilganman. Yig'ib yurgan pullarimni unga berdim va ishondim. Agar u pulni u ishlatgan taqdirda ham, qanday natijaga erishgan taqdirda ham u uning uchun tajriba edi, uni bilardim. Boshlaganimda 200-300 dollar bilan boshlaganman. Keyin o'sha pulni 25 ming dollarga aylantirganman 2 yil davomida. Programmist emasman. Lekin IT produkt qanaqa yaratish bilaman. Startup olamiga men kirib kelishimga startup yarash juda ham katta yordam bergan. U yerga kelib, ustozlarni bilimlarini berib, dunyoda shunaqa soha borligini, startaplar odamlar shunaqa millionlab odamlar startup bilan shug'ullanishini ko'rib, men ham maqsad qo'yganman, men shunaqa startup qilaman deb. Assalomu alaykum, hurmatli investorlar. Men ismim Sultonbek, yoshim 18 da. Men Nadira startupining asoschisiman. Nadira nima? Bu Central Aziyadagi birinchi marketplace bo'lib, ya'ni shopping uchun videolar orqali xarid uchun zamonaviy ijtimoiy tarmoq. Oddiy qilib aytganda, Instagram va onlayn magazinlarni birlashgani. Bozorda qanaqa muammo bor? Hozirgi kunda 15 million aholi O'zbekistonda Instagramdan har kuni foydalanadi va xaridlar qiladi. Lekin muammo shundaki, bu xarid qilish uchun juda ham qiyin va noqulay va xavfli. Nimaga? Sizni yolg'on magazinlar pulingizni ketib qolishi mumkin, agar oddiy qilib aytganda. Va men o'zim 2 yildan ortiq o'zimda savdogar bo'lganman va bilamanki 80% sotuvchilar foydaga emas, zararga ishlaydi. Va O'zbekistonda hozir ijtimoiy tarmoqlarga qaraydigan bo'lsak, hech qaysi biri blogerlarga ya'ni daromad topish uchun imkon bermaydi. Bizning produktimiz nima решение? Nadira bloger mahsulot obzor qiladi va sotuvchini sun'iy intellekt orqali mijoz tavsiya etiladi. Bitta knopka orqali zakaz qiladi. Всё. Bizning partnyorlarimizdan biri, hamkorlarimizdan biri, O'zbekistonning eng katta magazinlaridan biri, internet magazinlaridan Asahi. Biz ularning mahsulotini sotamiz, klientning qo'liga yetib borguncha ular javobgar bo'ladi. Agar bizga qaraydigan bo'lsak, hozir o'zi biz O'zbekistonda eng arzon narsani taklif qila olamiz, boshqa konkurentlarimizga qaraganda ham. Keyin masalan oddiy uzun marketga qaraydigan bo'lsak, ularni hozir 1 milliondan ortiq assortimenti bor, ya'ni xilma-xil tovarligi. Lekin uning uchun ular juda ham katta logistika, ombor va boshqa xarajatlar qilgan. Mahsulot sotib olish. Lekin biz bir tiyin pul tikmasdan hozir bizda 100 mingdan ortiq mahsulot qila olamiz, taklif bera olamiz. Va 90 minut ichida Toshkent bo'yicha yetkazib beramiz ish vaqti bo'yicha. Bizda nimadan pul topamiz? Biz har bitta sotuvdan komissiya olamiz. Va O'zbekiston bozoriga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston bozori 2027-yil 2 milliard 200 million dollarga yetadi. Agar dunyo bozoriga qaraydigan bo'lsak, dunyo bozori 6 trillion dollarga tegan. E-commerce juda ham dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi o'zi. Amerika va Germaniyada ikki xil strategiya qo'llanadi. Yoshlarda Amerika misol uchun xato qilishga pul tikadi.
Germaniya xato qilishdan qo'rqitadi. Ya'ni sen xato qilma, bitta kompaniyada borib ishla. Natijani ko'rsak, Amerika dunyodagi eng zo'r mamlakat, iqtisodiyoti rivojlangan. Germaniyaga qarasak, Germaniya o'rtamiyona. Natija qaysinda kuchli bo'lyapti? Ya'ni ishtiyoqi bor, startap qilaman, xato qilay, tushunay va yana kuchli startaplarni amalga oshiray. Bu bolani ham xuddi taqdiri agar Xudo xolasa shunaqa harakatchan bo'lsa, kamida balkim Telegramga o'xshagan yoki VKontakga o'xshagan ilovalar bo'lib ketishi mumkin. Agar bu biznes model bormi? Bu biznes model o'sha boshqa davlatlarda start bo'lib, bu juda ham katta yutuqlarga erishgan. O'zini masalan TikTok Shop 2024-yil 33 milliard dollar оборот qilgan. Va Vibes bu Wildberries 7 oy oldin chiqargan. Va hozirda 500 million ortiq anonsi bor. Philip o'tgan yili 24-yil unicorn bo'lgan, ya'ni 1 milliard dollardan oshiq kompaniya bo'lgan. Masalan, bu yerda keys ko'rishimiz mumkin. Bitta xitoylik bloger 18 million dollarlik savdo qilgan bir haftaning ichida. Komanda kelgan ismi Sultonbek. 2 yildan ortiq o'zimni savdogar bo'lganman va Tim universiteti talabasiman va product managerman. Va meni outsourcingim 12 yildan ortiq biznesda, keyin ITda juda ham tajribalari ko'p. Meni distributor o'rtog'im, data analyst va yana maslahatchimiz. Bizga hozir 100 ming dollar kerak bo'lyapti 10% o'lishga. Hozir bizda bitta muammo bor. Bu ham integratsiya masalasi bu. Bu integratsiya masalasida bizda hamma narsa ishlayapti pashti. Lekin agar o'sha olib kela olsak, datani API-ni olib kela olsak, bizga bu qimmatga tushyapti hozir. Shunga bizga pul kerak. Marketing va boshqa xarajatlarga ham. Bizda hozir loyihamiz bor, ayol degan. U yerda ayollarni tadbirkorlikka biz o'rgatamiz va mahsulotini biz O'zbekiston bozoriga olib chiqishimiz kerak va eng katta muammolardan biri aytganingizdek ijtimoiy tarmoqda mahsulotni sotish. Men hozir ozgina tushunmayapman, qanaqa qilib siz sotib berasiz? Misol uchun mana shu bloknotni qanaqa qilib hozir ijtimoiy tarmoqda sotasizlar? Keling, mana shuni bloknot emas, kitob deb o'ylaylik. Xo'p, kitob. Masalan, bitta ayol bor. Masalan, sizda anonsi bor. Masalan, sizda shaxsiy brendim 0, umuman obunachim yo'q, lekin men shuni, misol uchun men ularga investitsiya kiritdim. 10 million so'm investitsiya kiritdim va ular menga foydani olib kelib berishlari kerak va ular foydani olishlari uchun mahsulotni realizatsiya qilishlari kerak. Qanaqa qilib sizga borsalar shuni qanaqa qilib muammo hal qilib berasiz? Bizga borish emas. Programmamiz ichidan o'z sotuvchi birinchi roboselga kiradi, selektor yoki o'sha integratsiya qilgan orqali mahsulotini qo'yadi. Va bloger rastatsiyaga qo'yadi. Blogerga tavsiya etiladi. Mana shu mahsulot kosmetika oddiy. Asosiy mana kosmetika hozir hit bo'lyapti. Mana shu qishda populyarniy. Mana shuni olinglar deydi. Mana shuni obzor qilinglar. Bloger oladi, mana shu mahsulotni oladi va surtadi. Va o'zi Instagram va bizning platformamiz ichiga qo'yadi. Qo'ygandan keyin u blogerdan kimdir sotib oladi-yu. Biz sizdan, masalan, o'sha sotuvchi ayoldan komissiya olamiz va bloger ajratib beramiz. Blogerlaringiz kim? Blogerlarimiz Instagramda o'zi obzor qilayotgan va o'zi internet magazinlar bor-ku. O'zi Instagram uchun tayyorlayotgan. Chunki blogerlarni ham bittagina hozir reklamasi kamida $1000-da, $1,500. Shunga yetadi. Qarang. Mana kesga qarasak bo'ladimi? $1000 deyapsiz, to'g'rimi? Buni potensialini qarang, bitta bloger live streamda 18 million dollar bir haftada topgan. U 1,5 milliardlik mamlakatda-da. Da, katta mamlakatda. Endi O'zbekiston ham potensial bor O'zbekistonda ham. E-commerce bo'yicha. Bitta savol bor. Siz bozorni Instagramdan chiqib distrib qilishga olib kelmoqchisizda, ya'ni bizning strategiya. Buni narxi juda baland. Bilaman. MVP bormi unda? MVP bor. Lekin integratsiya uchun bizga data uchun juda ham katta pul kerak bo'lyapti hozir. Nega? Tasavvur qilasizmi, bir kunda sizga, masalan, meni eng yoqtirgan bizning proyektim yoqtirgan narsa, Nadira men uchun nima? Bu O'zbekistonda e-commerce internet magazinlari birlashgani va ustida qurilgan. Men logistika aytganda bir tiyin bunga pul tikman, lekin men u yerda bir kunda o'zida tasavvur qiling, men o'zim bilan integratsiya qildim. Men o'zim bilan marketplace emas, internet marketing instrumentman, marketplace va xaridorlar uchun. Olib kelyapti, bir kunda menga 1 million ta assortiment qo'shiladi. Bunga juda ham katta data va IP ni olib kelish juda ham qiyin. Bunga aytishimda juda ham professionallik kerak. O'sha meni problema bo'lyapti hozir. Men o'zim 2 yilda o'zim sotganman. Men 20 ming ortiq mahsulot bilaman bu biznes model qanaqa ishlashini, lekin men shu maqsadim shu. O'zbekistonda e-commerce rivojlantirish. Men yosh ukamizga hayoti davomida zo'r tajriba bo'ladi-yu, lekin sal qiyin yo'nalish tanlabsiz. Osilsang kattasiga osiladi. Nimaga? Osilsa kattasiga osiladi. Ya lekin men lutchi komissioniga o'tirgan bo'lardim. Men ularni lutchi birlashtirgan bo'lardim. Kayakni bilasizmi? Yo'q, bilmadim. Bir izlaning. Kayakni tajribasini olib turib Instagrammi, Uzummi, yana 5-6 tasini kombinatsiya qilib ular orqali sizdan sotilganda, ularning foydasiga komissioniga o'tirgan strategiyangiz menimcha tezroq chiqarardi. Bu
yo'nalishga kirgandan. Biz ham komissiya olamiz. Masalan, hozir Asahi bilan gaplashsak 10% dan boshlanadi. Ya'ni agar men Mediabank bilan ham gaplashib ko'rdim. Lekin bozorni disrupt qilib olmoqchisiz. Bu juda katta narx. Bilaman. Lekin 18 yoshingizga bo'lishingizga qaramasdan harakatingiz bor. Menga yoqdi. Ko'z yumib ham pul tikish mumkin, lekin noto'g'riroq, qiyinroq yo'l tanlagansiz. Asosiysi harakat bor. Siz tengilar harakat turgur to'g'risini aytaman, hech narsaga bir shuni o'ziga katta gap. Men qoyil qoldim. 18 yoshdamiz? Da. Men taklif beraman sizga. Tekin taklif beraman. Hammani oldi etmayman. Hozir hech narsa qo'ymaylik, pul ham qo'ymayman men misol uchun. Men sizga boshqa yo'l bilan kirishni yanada yaxshiroq yo'l bilan kirishga shu komandangizni olib kelsangiz yo'lini aytaman. Keyin chiqsangiz sizga yana ko'proq beradiganlar ko'proq to'g'ri bo'ladi. Qo'yildimi? Ya'ni hozir qatnashib qo'yib 100 ming 10% ga olib qiynalib o'tirmangda. Keyinroq chiqing, yana bu nimalar yana qaytadan bo'ladi. Qaysi yo'ldan ketishingizni bir tushuntirib beraman. Siz ko'proq chiqib, ko'proq talab qilasiz va o'tirganlarning hammasiga 100% qiziqish bo'ladi, talash bo'lasiz. Men taklifim shu. Hurmatli Hali investor. 18 yosh ekanlarda. Qoyil. Sabrlari yetsa. Sizga hozir juda katta mentorni olish imkoniyati paydo bo'ldi. Da. Lekin shunda bo'lsa-da, bizda boshqa investorlarimiz bor, balki ular siz so'ragan investitsiyani kiritishga tayyordir. Kelinglar, hozir investorlarga yuzlanamiz. Bu Nadira loyihasiga biz bugun investitsiya kiritamizmi yoki yo'q? Hozir yo'q. Hozircha yo'q. Banda. To'g'risi, juda ham xursandman. Kelgan sizlarni ko'rganimdan. Bu yerga kelish ham qiyin edi. Men sizlarga bu yerda turib ana qilishim mumkin. Xudo xolasa 5 yildan keyin men sizlarning o'rningizda o'tiraman, sizlar yoningizda. Inshaalloh. Rahmat Jahongirga. Quvontirdi bizani shu gap. Omad tilaymiz. Yig'lamang, faqat boyasi. Yo'q. Yig'lamayapsiz? Yo'q, men hozir juda ham xursandman. Hozir o'ylab o'tiribman. Hozir to'g'risi, men gapiryapsiz. Men xayolimda hozir Jahongir gapirgani aylanyapti. Yo'q. Nada shu. Agar yana imkon berilsa, nimani to'g'rilagan bo'lardingiz? Men yutdim, hali to'g'rilaydigan narsa yo'q. Yana davom ettirmoqchimisiz yo to'xtatdingizmi buni? Nega to'xtataman? Men davom etaman. Unda просто meni planim bir edi. Ha. Jahongir aka meni bu planimni 10 qilishni o'rgatdilar.